Yana bir narsani eshitdim, bu rostmi yolg'onmi o'shani so'ramoqchiman o'zingizdan. Turmush o'rtog'ingiz ajrashgan va bolalari bor ekan. Bilasizmi, turmush o'rtog'imni hayoti, masalan, uylanganmi, uylanmaganmi, u mani ishim emas, u uni ishi. Turmush o'rtog'imni shaxsiy hayoti, masalan, uylangan bo'ladimi, bo'lmaydimi, bu uni hayoti. Va masalan, bu ham men uchun bir kerak emas informatsiyada va men o'ylaymanki, muxlislarim uchun, mana shu o'zbek xalqimiz uchun ham bu kerak emas bir informatsiya. Uylanganmi, uylangan emasmi? Endi asosiysi menimcha mana bugungi kundan desak, bizni birgamiz. Mana shu narsa asosiysi. Biz mana shu oilani saqlab qolishimiz kerak. Chiroyli oila bo'lishimiz kerak. Chunki baribir san'atkorlarga qarab, yon atrofga qarab, qo'ni qo'shniga qarab fikr shakllanadi-da. Qiz bolalarni ham masalan erga tekis keladi, yaxshi oilani ko'rsa. Yigitlarni ham yaxshi oilani ko'rsa uylangisi keladi. Bizni shunaqa oila bo'lishimiz kerak. Ertaga bizga qarab havas qilish kerak-da.